Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlar. Bugun juda muhim bir mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu mavzu ayniqsa siz, hurmatli keksa avlod vakillari va ularning yaqinlari uchun dolzarbdir. Gap shundaki, bir maygacha pensionerlarga ma'lum miqdordagi mablag'lar to'lanishi kerak. Bu xabar juda muhim, shuning uchun diqqat bilan eshiting va hech qanday ma'lumotni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Bu to'lovlar kimlarga tegishli, qanday shartlar bor, qanday miqdorlar haqida gap ketmoqda? Bularning barchasini bugun juda batafsil tushuntirib beraman. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shunday muhim ma'lumotlarni sizlarga yetkazishda katta yordam beradi. Muammoning mohiyati, avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Hurmatli do'stlar, O'zbekiston Respublikasida pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash doimiy e'tiborda bo'lib kelgan. Biroq avvallari bunday bir martalik yoki bayramona to'lovlar haqidagi ma'lumotlar ba'zida hamma pensionerlarga ham o'z vaqtida va to'liq yetib bormasligi mumkin edi. Ko'pincha keksalar pensiya jamg'armasiga borib, o'zlari so'rab surishtirishlariga yoki ommaviy axborot vositalaridagi xabarlarni kuzatib borishlariga to'g'ri kelardi. Ba'zi hollarda mablag'larning hisoblanishi va to'lanishida ham ma'lum bir kechikishlar kuzatilgan. Masalan, ayrim hollarda to'lovlar pensiya jamg'armasi orqali, ba'zan esa bevosita bank orqali, turli mexanizmlar orqali amalga oshirilardi. Bu esa tartibni biroz murakkablashtirishi mumkin edi. Odamlar ba'zida to'lov ularga tegishli ekanligini bilishganida ham, uni olish uchun qaysi idoraga murojaat qilishni aniqlashda qiynalishardi. Hatto ba'zi pensionerlar xabardor bo'lmaganliklari sababli ularga tegishli bo'lgan bir martalik yordamlarni ololmay qolgan holatlar ham afsuski uchrab turardi. Hozirgi kunda esa vaziyat sezilarli darajada o'zgardi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Hukumat tomonidan qabul qilinayotgan yangi qarorlar va farmonlar orqali pensionerlarni ijtimoiy himoya qilish mexanizmlari yanada takomillashtirilmoqda. Eng muhimi, bu yangiliklarning barchasi juda shaffof va ochiq tarzda e'lon qilinmoqda. Hukumat nafaqat pensionerlarning moddiy ahvolini yaxshilashga intilmoqda, balki ularga tegishli bo'lgan har qanday to'lovlar haqidagi ma'lumotni ham o'z vaqtida va keng jamoatchilikka yetkazishga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Bunga misol qilib, ushbu video orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotni keltirish mumkin. Ya'ni endilikda ko'pchilik to'lovlar avtomatik tarzda, hech qanday qo'shimcha arizasiz, pensionerning shaxsiy bank hisobiga yoki pensiyani olish usuli bo'yicha yetkazilmoqda. Bu esa nafaqaxo'rlar uchun juda katta qulaylik yaratadi. Chunki ular endi ortiqcha ovoragarchilik va sarsonliklarsiz o'zlariga tegishli mablag'larni olish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bugun aynan shu bir maygacha to'lanishi kerak bo'lgan summalarga e'tibor qaratamiz. Birinchi asosiy qism, nimalarni bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga bu narsalar tegishli emas? Demak, diqqat bilan tinglang. Hozirgi paytda siz haqingizda gapirmoqchi bo'lgan to'lovlar ko'pincha prezidentimizning maxsus farmonlari yoki hukumat qarorlari asosida amalga oshiriladi. Bu to'lovlar asosan umumxalq bayramlari munosabati bilan pensionerlar va ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ajratiladi. Bir maygacha to'lanishi kutilayotgan summalarga kelsak, bu odatda xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan bir martalik moddiy yordamdir. Bu nafaqat keksa avlodni sharaflash, balki ularning farovonligini oshirishga qaratilgan doimiy sa'y-harakatlarning bir qismidir. Kimlarga bu to'lovlar tegishli bo'ladi? Ushbu bir martalik moddiy yordam birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasida pensiya yoki nafaqa oluvchi barcha shaxslarga taalluqlidir. Bunga quyidagilar kiradi. 1. Yoshga doir pensiyerlar eng keng tarqalgan kategoriya bo'lib, qonun bilan belgilangan yoshga yetganligi sababli pensiya oluvchi har qanday fuqaro. Bu erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun 55 yosh bo'lib, belgilangan ish staji ham hisobga olinadi. 2. Nogironlik pensiyasi oluvchilar mehnat qobiliyatini qisman yoki to'liq yo'qotganligi sababli belgilangan tartibda nogiron deb topilgan va shu asosda pensiya oluvchi shaxslar. Bu yerda nogironlik guruhi birinchi, ikkinchi yoki uchinchi ahamiyat kasb etmaydi. Asosiysi nogironlik pensiyasi oluvchisi bo'lishidir. 3. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar o'z boquvchisini yo'qotganligi sababli pensiya oluvchi oila a'zolari, masalan, voyaga yetmagan bolalar, talabalar yoki qaramog'idagi boshqa shaxslar.
Bu turdagi pensiya oluvchi shaxslar ham ushbu yordamni olishga haqlidirlar. 4. Harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining pensiyalari Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa shu kabi idoralardan pensiya oluvchi shaxslar. Ularning pensiyalari boshqa tartibda hisoblansa-da, bunday bir martalik yordamlar ularga ham tatbiq etiladi. Qisqacha aytganda, agar siz O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasi yoki boshqa tegishli idoralar, masalan, Mudofaa vazirligining pensiya bo'limi orqali muntazam ravishda pensiya yoki nafaqa olsangiz, demak, siz ushbu bir martalik to'lovga haqlisiz. Endi esa eng qiziq savol, qanday miqdorda to'lanadi? Aytaylik, har yili bayram munosabati bilan beriladigan bir martalik moddiy yordam miqdori odatda bazaviy hisoblash miqdorining BHM ma'lum bir qismiga yoki ko'paytirilgan miqdoriga teng qilib belgilanadi. Masalan, o'tgan yillarda bu to'lovlar BHMning 50 70 yoki hatto 1 BHM miqdorida bo'lishi mumkin edi. Aniqlik kiritish joizki, har yili bu miqdor prezident farmoni bilan yangidan belgilanadi va joriy vaziyatga, byudjet imkoniyatlariga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har doim rasmiy manbalarni, masalan, pensiya jamg'armasining veb-sayti yoki davlat OAV kuzatib borish juda muhimdir. Hozirgi kunda eng dolzarb ma'lumotlarga ko'ra, to'lov miqdori quyidagicha belgilanishi mumkin. Bu yerda men taxminiy summani kiritaman, chunki aniq raqamlar yiliga qarab o'zgaradi va men umumiy ssenariyni tasvirlayapman. Aytaylik, har bir pensionerga xotira va qadrlash kuni munosabati bilan 500 so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatilishi kutilmoqda. Bu misol uchun keltirilgan raqam, lekin u har yili qabul qilinadigan aniq qarorga qarab o'zgarishi mumkinligini yana bir bor ta'kidlayman. Bu shunchaki misol tarzida tushunishingiz uchun. Kimga bu narsalar tegishli emas? Bu savol ham juda muhim. Ushbu bir martalik to'lovlar qoida tariqasida pensiya yoki nafaqa oluvchi shaxslarga qaratilgan bo'ladi. Demak, agar siz hali pensiya yoshiga yetmagan bo'lsangiz, pensiya rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, chet elda yashayotgan va O'zbekiston Respublikasidan pensiya olmayotgan bo'lsangiz, agar davlatlararo shartnomalar boshqacha holatni nazarda tutmagan bo'lsa, faoliyat yuritayotgan, lekin pensiya hisoblanmaydigan shaxslar, masalan, talabalar, ishchilar. Ushbu to'lovlar sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Bir misol, Amina opa 72 yoshda. U uzoq yillar maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan va hozirda ishlamaydi. Uning pensiyasi har oy bank kartasiga tushadi. Amina opaga bu to'lov tegishlimi? Albatta tegishli. Amina opa yoshga doir pensiya hisoblanadi va u O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida muntazam pensiya oladi. U hech qanday qo'shimcha harakat qilmasdan bir maygacha o'zining pensiya kartasiga belgilangan miqdordagi moddiy yordamni qabul qilish kerak. Bu summaning miqdori hukumat qarorida belgilangan bo'ladi. Agar u o'z pensiyasini pochta orqali oladigan bo'lsa, pochta orqali yoki pensiya tarqatish xizmatlari orqali yetkazib beriladi. Ikki misol, Rahmon aka 67 yoshda. U ham pensiya oladi, lekin ayni paytda xususiy firmada qorifchi bo'lib ishlaydi. Uning maoshi hamda pensiyasi bor. Unga bu to'lov tegishlimi? Ha, Rahmon akaga ham bu to'lov tegishli bo'ladi. Chunki bu bir martalik moddiy yordam asosan pensiyalik maqomiga ega bo'lgan shaxslarga beriladi. Ularning qo'shimcha daromadi borligi yoki ishlayotganligi bu to'lovni olishga monelik qilmaydi. Bu holatda Rahmon aka ham Amina opa kabi belgilangan tartibda moddiy yordamni oladi. Ba'zi to'lovlarda ishlaydigan pensionerlarga cheklovlar qo'yilishi mumkin, lekin bayramona moddiy yordamlarda bunday cheklovlar kamdan kam qo'llaniladi. Shunga qaramay, har bir qarorni o'qib chiqish zarur. Agar qarorda ishlovchi pensionerlarga tegishli emas deb yozilmagan bo'lsa, demak ular ham oladi. 3 misol, Shahnoza 22 yoshda. U universitetda o'qiydi va otasi vafot etganligi sababli boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Unga bu to'lov tegishlimi? Ha, Shahnozaga ham bu to'lov tegishli bo'ladi. U boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi shaxs hisoblanadi. Demak, u ham O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy himoya tizimi orqali pensiya oladi va shunga muvofiq unga ham belgilangan moddiy yordam ko'rsatiladi.
Bu yerda yoshining ahamiyati yo'q, asosiy mezon pensiya oluvchi maqomiga ega bo'lishidir. 4 misol: Sardor 45 yoshda. U og'ir kasallik tufayli guruh nogironi deb topilgan va nogironlik pensiyasi oladi. Unga bu to'lov tegishlimi? Ha, Sardorga ham tegishli. U nogironlik pensiyasi oluvchi shaxs sifatida ushbu bir martalik moddiy yordamni olishga haqli. Uning yoshi bu yerda muhim emas, chunki u pensiya oluvchi maqomiga ega. 5 misol: Ruslan aka 60 yoshda. U qishloqda yashaydi va hech qachon ishlamagan. Lekin u pensiyani yoshga doir emas, balki keksalik nafaqasi shaklida oladi, chunki uning ish staji yetarli bo'lmagan. Unga bu to'lov tegishlimi? Ha, Ruslan akaga ham bu to'lov tegishli. Chunki u pensiya emas, balki nafaqa oluvchilar kategoriyasiga kiradi. Hukumat qarorlarida odatda pensiya va nafaqa oluvchilar deb umumlashtirilib beriladi. Shunday qilib, u ham ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga mansub bo'lib, unga ham tegishli moddiy yordam ko'rsatiladi. Shunday qilib, ko'rib turganingizdek, to'lovlar juda keng doiradagi pensiya va nafaqa oluvchilarni qamrab oladi. Asosiysi, O'zbekiston Respublikasi hududida pensiya yoki nafaqa oluvchi maqomiga ega bo'lishdir. Ikkinchi asosiy qism: qoidalarga istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu masalada ham ba'zi istisnolar va noaniq nuanslar mavjud bo'lishi mumkin. Ularni bilish sizni ortiqcha boshog'riqlardan xalos qiladi. Keling, bu jihatlarga ham to'xtalib o'tamiz. 1. Pensioner vafot etgan taqdirda, afsuski, hayotda kutilmagan holatlar ham bo'ladi. Agar pensiya yoki nafaqa oluvchi shaxs ushbu moddiy yordam to'lanishidan oldin vafot etgan bo'lsa, bu mablag' uning merosxo'rlariga o'tmaydi. Bunday bir martalik to'lovlar faqat tirik bo'lgan pensionerlarga beriladi. Biroq, agar pensionerga ushbu mablag' to'langandan keyin, ya'ni uning hisobiga o'tkazilgandan so'ng vafot etgan bo'lsa, u holda bu mablag' uning merosxo'rlariga qonuniy tartibda meros bo'lib qoladi. Ya'ni, to'lovning hisobga o'tkazilish sanasi juda muhimdir. 2. Yangi pensiya oluvchilar va pensiya rasmiylashtirish jarayonida bo'lganlar. Agar siz ushbu to'lovlar e'lon qilingan paytda pensiya rasmiylashtirish jarayonida bo'lsangiz, ya'ni hali pensiya tayinlash haqidagi qaror chiqmagan bo'lsa, sizga bu to'lov hozircha tegishli emas. Sizga pensiya tayinlangandan keyingina ushbu toifaga kirasiz. Agar pensiya tayinlash haqidagi qaror bir maydan oldin chiqqan bo'lsa va siz bir may holatiga pensiya oluvchi maqomiga ega bo'lsangiz, demak sizga ham bu to'lov tegishli bo'ladi. Pensiya guvohnomasi berilishi muhim emas, asosiy faktor pensiya jamg'armasining qarori. 3. Bank hisob raqamlari o'zgarishi yoki noto'g'ri ma'lumotlar. Agar sizning pensiyangiz tushadigan bank kartangiz yoki hisob raqamingiz yaqinda o'zgargan bo'lsa-yu, siz bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, to'lovlar kechikishi yoki umuman tushmasligi mumkin. Bunday holatlarda sizga tegishli mablag' eski yoki noto'g'ri hisob raqamiga yuboriladi va u yerdan qaytib kelib, to'g'ri hisob raqamiga qayta yuborilgunga qadar vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun har qanday shaxsiy ma'lumotlaringiz, bank rekvizitlari, yashash manzili va hokazo o'zgarganda darhol pensiya jamg'armasiga xabar berish juda muhimdir. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. 4. Chet elda yashovchi pensionerlar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lib, chet elda yashaydigan va O'zbekiston pensiya jamg'armasidan pensiya oladigan shaxslar ham bor. Bunday shaxslarga ushbu bir martalik moddiy yordam qanday tartibda yetkazilishi aniq qarorda ko'rsatilishi kerak. Ba'zi hollarda ular bu to'lovni olish uchun O'zbekistondagi vakili orqali murojaat qilishlari talab qilinishi mumkin. Ba'zi hollarda esa pensiya o'tkaziladigan xalqaro hisob raqamlariga avtomatik tarzda tushishi mumkin. Bu juda muhim nuans. Shuning uchun agar siz shu toifaga kiradigan bo'lsangiz, alohida aniqlik kiritishingiz shart. 5. Qarzlar va majburiyatlar. Agar pensionerning sud qarori bilan belgilangan qarz majburiyatlari mavjud bo'lsa, masalan, aliment, bank krediti qarzlarini undirish, ushbu bir martalik moddiy yordam ham qarzni qoplash uchun ushlab qolinishi mumkin. Chunki bu ham pensionerning daromadi hisoblanadi. Pensiyadan ijro hujjatlari asosida ushlab qolinadigan mablag'lar bor. Shu qoidalar bu turdagi to'lovlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Bu haqda ijro idoralari yoki bankdan ma'lumot olish mumkin. 6.
Soliqqa tortilishi. Yaxshi xabar shuki, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi kori, pensiya va nafaqalar, shuningdek, shunga o'xshash bir martalik ijtimoiy yordam to'lovlari daromad soligiga tortilmaydi. Demak, sizga qancha miqdor e'lon qilingan bo'lsa, o'sha miqdorni to'liq olasiz. Undan hech qanday soliq ushlab qolinmaydi. Bu esa pensionerlar uchun qo'shimcha yengillikdir. 7. Turli idoralardan pensiya oluvchilar, yuqorida aytib o'tganimizdek, nafaqat pensiya jamg'armasi orqali, balki Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi kabi idoralar orqali ham pensiya oluvchilar mavjud. Bunday shaxslarga ham ushbu bir martalik yordam tegishli bo'ladi. Faqatgina to'lov mexanizmi farq qilishi mumkin. Ya'ni mablag'lar ularga tegishli vazirlikning pensiya bo'limi orqali hisoblanib, belgilangan tartibda yetkaziladi. Asosiysi, tegishli qarorlarda barcha turdagi pensiya va nafaqa oluvchilarga degan jumla mavjud bo'lsa, demak, ular ham kiritiladi. Bu nuanslarni bilish sizga kerakli to'lovni o'z vaqtida va muammosiz olishga yordam beradi. Har doim rasmiy manbalarni tekshirish va shubhali vaziyatlarda mutaxassislarga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Aniq ko'rsatmalar. Xo'sh, agar siz yuqorida aytib o'tilgan toifaga kirsangiz va sizga bu to'lov tegishli bo'lsa, keyingi harakatlaringiz qanday bo'lishi kerak? Qadam-ba-qadam ko'rsatmalar. 1. Pensiya hisobingizni yoki kartangizni tekshiring, bir maydan keyin. Qanday tekshirish kerak? Eng avvalo, bir maydan keyin pensiyangiz tushadigan bank kartangiz hisobini tekshiring. Buni bank ilovasi orqali, masalan, Click, Payme, Apelsin va boshqalar, bankning mobil banking xizmati orqali, bankomatdan yoki bevosita bank filialidan amalga oshirishingiz mumkin. Agar siz pensiyani pochta orqali olsangiz, o'z pochta bo'limingizga murojaat qiling yoki pochta yetkazib beruvchidan so'rang. Qachon tekshirish kerak? To'lovlar 1 maygacha amalga oshirilishi aytilgan bo'lsa, odatda 1 may kuni yoki undan keyingi bir necha kun ichida, bayram kunlari inobatga olingan holda mablag'larning tushishini kutish maqsadga muvofiqdir. Bank tizimida pul o'tkazmalari ba'zida bir necha soatdan bir ish kunigacha vaqt olishi mumkinligini ham hisobga oling. 2. Agar to'lov kelmagan bo'lsa, qayerga murojaat qilasiz? Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari. Agar sizning pensiya hisobingizga belgilangan muddat ichida pul kelib tushmagan bo'lsa, birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining o'zingiz yashaydigan hududdagi bo'limiga shaxsan tashrif buyurishingiz yoki ularning ishonch telefon raqamiga Talcenter qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Bu joy odatda sizning yashash joyingizdagi yoki pensiya hisoblangan joydagi pensiya jamg'armasi idorasi bo'ladi. U yerda sizga maxsus mutaxassislar yordam beradi. Ular sizning vaziyatingizni batafsil o'rganib chiqib, tegishli ma'lumotlarni taqdim etishadi. Bankning Talcenteriga ba'zida texnik sabablarga ko'ra to'lovlar kechikishi mumkin. Pensiya kartangiz xizmat ko'rsatuvchi bankning Talcenteriga qo'ng'iroq qilib, hisobingizga kutilayotgan to'lov borligi va uning holatini so'rashingiz mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz ushbu portal orqali ham siz o'z murojaatingizni yuborishingiz mumkin. Bu zamonaviy va qulay usul bo'lib, murojaatingiz rasman ro'yxatga olinadi va sizga javob berilishi kafolatlanadi. Xalq qabulxonalari. Agar yuqoridagi usullar bilan muammongiz hal bo'lmasa, Prezident xalq qabulxonalariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular fuqarolarning muammolarini hal qilishda samarali yordam beradi. 3. Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Pasport sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Albatta, o'zingiz bilan olib borishingiz shart. Mutaxassislar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirishlari uchun kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi bu ham muhim hujjat bo'lib, sizning pensiyer ekanligingizni tasdiqlaydi. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning pensiya ishingizni topishlari uchun zarur. Bank rekvizitlari agar kerak bo'lsa, agar sizning bank kartangiz raqami yoki hisob raqamingiz bo'yicha tushunmovchiliklar yuzaga kelgan bo'lsa, siz pensiya oladigan bank kartangizning rekvizitlari, ya'ni bank hisob raqamingizni IBAN taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Buni bankdan yoki bank ilovaningizdan olishingiz mumkin. Ba'zida bankdan rasmiy ma'lumotnoma talab qilinishi ham mumkin. Murojaat uchun ariza agar talab qilinsa, ko'p hollarda bunday bir martalik to'lovlar uchun alohida ariza yozish shart emas.
Lekin agar pul kelmagan bo'lsa va siz pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilsangiz, ular sizdan yozma ariza talab qilishlari mumkin. Bu arizada siz o'z pasport ma'lumotlaringizni, pensiya guvohnomangiz raqamini, pensiya olinadigan bank rekvizitlarini va murojaat sababini, ya'ni xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ajratilgan moddiy yordamning kelmaganligi batafsil bayon qilishingiz kerak bo'ladi. Odatda pensiya jamg'armasida ariza namunalari bo'ladi. Siz ulardan foydalanishingiz mumkin. 4. Muloqotda ochiqlik va aniqlik. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimlari bilan muloqotda o'zingizni aniq va tushunarli ifoda etishga harakat qiling. Muammoingizni qisqa va lo'nda bayon qiling. Barcha savollaringizga to'liq javob olishga harakat qiling. Agar qandaydir savolga javob berishni istashmasa, ulardan yozma ravishda javob talab qiling. Bu sizning qonuniy haqqingizdir. 5. Barcha hujjatlarning nusxalarini saqlang. Agar siz qandaydir arizalar yozsangiz yoki hujjatlar topshirsangiz, ularning nusxalarini yoki qabul qilinganlik to'g'risidagi belgisini o'zingizda saqlab qo'ying. Bu kelajakda muammolar yuzaga kelganda sizga qo'shimcha dalil bo'lib xizmat qiladi. Unutmang, sizning qonuniy huquqlaringiz mavjud va sizga tegishli bo'lgan har qanday mablag'ni olishga haqlisiz. Shu sababli har qanday tushunmovchilik yoki muammo yuzaga kelganda, erinmasdan tegishli idoralarga murojaat qiling va o'z haqqingizni talab qiling. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugun biz bir maygacha pensionerlarga to'lanishi kerak bo'lgan muhim moddiy yordam haqida batafsil ma'lumot berdik. Ko'rib chiqqanimizdek, bu bir martalik to'lovlar juda ko'pchilikni qamrab oladi va hukumatimiz tomonidan keksa avlodni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan amaliy qadamdir. Biz kimlarga bu to'lov tegishli ekanligini, kimlarga tegishli emasligini, mumkin bo'lgan istisnolar va qaltis jihatlarni muhokama qildik. Shuningdek, to'lov kelmagan taqdirda qanday harakat qilish kerakligi bo'yicha aniq amaliy maslahatlar berdik. Shuni unutmangki, har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi va ularni himoya qila olishi lozim. Agar sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, uni boshqa nafaqaxo'r tanishlaringizga, do'stlaringizga va oila a'zolaringizga ham yuboring. Axir bunday muhim ma'lumotlar qanchalik ko'p odamga yetsa, shunchalik yaxshi. Siz bu to'lovlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu kabi yordamlar pensionerlar uchun qanchalik muhim? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun qadrli. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelajakda ham sizlar uchun shunday dolzarb va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.